Erkak do'ppi kiyishi uchun faqat qori bo'lish kerakmi? Qizlar ro'mol o'rashi uchun ota-ona o'lish kerakmi? Milliy libos kiyilish uchun aynan motam bo'lish kerakmi? Haromlardan tiyilish uchun ota-ona o'lish kerakmi? Qariganda olmaysan xabar, bir bahona topib har safar oy tuynukka kelgunga qadar ota-ona o'lish kerakmi? Zor qildinga shirin so'zingga, nima deysan o'g'il qizingga, yosh kelishi uchun ko'zingga ota-ona o'lish kerakmi? 10 farzandni o'ynatib boqib, endi ehson yeyish kerakmi? Sen kelguncha eshigin qoqib, ota-ona o'lish kerakmi? Duo qiling, yo Samad aytsin, bu yomonmi, yaxshi tilakmi? Nima qilsang bolangdan qaytsin, ota-ona o'lish kerakmi? Biling, o'g'illar, qizlar, otalar mehrini, otalarni qadrini. Bir vaqt kelar, bosgan izlarin ko'zimga to'tiyo qilay desangiz topolmaysiz. Otamni izi bo'lsa-ekin ko'zimga surtsam deysiz-u